Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Navbatdagi ishimizni o'rnatdik. Bu yerga Mokko Akfadan bo'ldi. Aynalari 1 qavat, pastlari arkafon. Toza Akfa firmaga bo'ldi. Dub Mokko. Arkafonlar zo'r chiqdi. Aynan yodvi. Har bir ronda bittadan ochilish bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Ustunlarni arkafonni o'rab berdik. Eshigini qanotlari balkon qanotdan bo'ldi. Shiroki qanotlar. Ijrochilari zo'r chiqqan. Ichkari tomonlari romlar uchiklari originaldan bo'ldi. Spandiret qo'yganmiz. Mana bu romda ham shunday ochilish bor. Ruchkalarni ham katta shiroki ruchkalardan qo'yib berdik. Kimga shunday akfalar kerak bo'lsa 91 487 12 37 nomerlarga aloqa qilib olasizlar.